Kia Bongo 2024-yil narxi qulayroq, pozitsiyasi zo'ridan eng full komplektatsiyasi GLS 15500 bilan O'zbekiston tamojnigacha dastavka qilib yetkazib beramiz. Holati umuman ideal. Ozgincha probegi bor-u, lekin mashina egasini o'zidan olyapti. Birinchi qo'l mana ko'rganingizda hech bir bozorga tayyorlangan mashina emas. Yonboshda spikerlari bor, rulda original shaybasi, mexanika korobka 6 talik, start stop, Android monitor, klimat kontrol, cruise kontrol, obduv, obogrev, rul obogrev, orqa oyna bokovoy spiral, start stop mashinamizda pultlargacha ham bor, ko'rishingiz mumkin. Endi holati egasini o'zidan sotib olinyapti. Bitta chiroyli mehr kerak bunga. Polirovka 24 ga 1-oy ekan. Balonning holatlari. Balonni almashtirish kerak. Qirilmay yurgan mashina. Balonni almashtirib olsa yaxshi bo'ladi. Taglari normal holatda, mana bortdagi sepilmagan, ramaga sepilmagan, ideal holatda turibdi. Zavodskiy propan keyin lifti bor. Liftni o'zi Koreyaning o'zida 1,5-2 dollar turadi. Kecha ham ko'rsatdim shunaqa liftligidan. Mexanikasidan ko'pchilik so'rashgandi mana. Ko'tarib pastga tushirasiz. Liftlari chotga ishlab turibdi mana. Og'ir yuklarni ham bemalol olib chiqib yuklasangiz tepaga ko'tarib beradi. Holatlari mana shu ko'rib turganinglardek 159 turbinaligidan rasxoti nisbatan sal kamroq bo'ladi 20 kiloga qaraganda. Tonirovkani qimmatdan bosgan ekan. Bokovoylar, nimasi, pоворotniklari bokovoyda joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Oldida dugalargacha ham bor. Narxi 15500 dollar O'zbekiston tamojnigacha. Rastamoshga 14500 dan 15000 atrofida. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar, mexanikasidan so'raganlar bor edi. Rasm videolarni ham Telegram gruppamizga qo'yib o'taman.